Bugun uyimga sovchilar kelyapti. O, zo'r-ku. Nima ovqat qilyapsizlar? Men siz bilan hazillashmayapman. Sen ovqat qilish bilmaysan-ku. Va, esin chiqdi. Endi nima bo'ladi? Oshxona emas, jon yuragingda. Qayerga boryapsan? Uyga boryapman. Hay, o'tir, ketdik. Siz bilan ketmayman, taksida ketaman. Voy poy, bo'pti. Puling bormi o'zi? Ha, bor pulim. Bo'lmasa bir 100 ming berib tur, benzin qo'yib olay, gazlar ishlamayapti, ko'ryapsan-ku. Qo'lim muzlab qoldi. Hay, qisanga taqmiz o'zi. Isitishni balki boshqa yo'llari ham bordir. ChatGPT, qizimni qo'li muzlab qoldi. Nima qilsam bo'ladi? Hech balon tushunmaydi. Nima qilamiz o'zing? Siz bir namyokni ham tushunmaysiz-a? Dugonamning yigiti ikkalasiga bir xil qilib chiroyli parali soat topdi. Qarang, romantikani. Yo'q, qayerdan topibdi? Instagramda Avioruz degan soat sotadigan onlayn magazin bor ekan. Istalgan soatlaringizni topib beradi ekan. Ayniqsa parali soatlari shunaqa ham chiroyliki, sifati ham zo'r ekan, rangi ham o'chib ketmas ekan. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkasi ham bor ekan. Ha, dugonangning yigiti Instagram yaxshi tushunar ekan deysan. Menga qarang, 14-fevralga menga sovg'a tayyorlaganmisiz o'zi? Ha, kimni o'ylayapsan meni? Qitchu sovg'a tayyorlaganman. Tuz Zahiriddin Muhammad Bobur. Bor. 100 Zahiriddin Muhammad qaqa? Bobur tug'ilguniga bundan boshqa endi nima qilib beray? Tiril-tiril kelmayman-ku. San'at qaydan tushunarding?